Jahon chempionatidagi barcha 48 ta jamoaning reytingi bizda FIFA Jahon Kubogida g'alaba qozonishi mumkin bo'lgan 26 nafar o'yinchidan iborat yakuniy tarkib bor. Shuning uchun keling, barcha 48 ta jamoani ko'rib chiqamiz va ular turgan joyni baholaymiz. Jahon chempionati 2026 taqvimi, to'liq taqvim, joylar va boshlanish vaqtlari. The Independent Jahon chempionati 2026 taqvimi, to'liq taqvim, joylar va boshlanish vaqtlari. The Independent. Jahon chempionati 2026. Antoine Semenyo va Brahim Diaz afrikaliklar orasida finalda tomosha qilish uchun